O'g'limiz 4-sinf bo'ldi. Endi o'zini o'zi ta'minlasa ham bo'ladi. O'quv yili uchun to'lovni qachon qilmoqchisiz? Farzandingizni davlat maktabida o'qityapsizmi? Pulini to'lab qo'ying. Shahar shundoq ham tirband. Senga mashina olishni kim qo'yibdi? Hoziroq bozorga qaytarib olib borasan. Sizga zo'ravonlik qilishdi. Bu sizning muammoyingiz. Demak, shunga yarasha ish qilgansiz. Bu davlat poliklinikasi. Birinchi tibbiy yordamning pulini to'lang. Siz erkak kishisiz. Shuning uchun og'irroq jazoga tortilasiz. Ishdan bo'shadingiz. Mana shu havodan nafas olishga majbursiz. Yaxshisi, chidang. Gapirmang, gapirishga va hatto fikrlashga haqqingiz yo'q.